Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda Maker botimiz orqali biror bir bot yaratib ko'ramiz. Videoni ko'rishdan avval videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Unda biz videoni boshladik. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz Telegramga kiramiz. Qidiruvga Otajonov Maker bot deb yozamiz. Agar chiqmasa chiqadi, lekin agar topolmasalaring Telegram kanalimga tashlab pastda chiqadi linki. Mana ustiga bosamiz. Start tugmasini bosamiz. Sizlar birinchi qiladigan ishlaring bu yerda hamyonni bosib, menda pul bor 100 ming so'm. Hisobni to'ldirish tugmasi orqali pul to'ldirib olishlaring kerak bo'ladi. Birinchi bot yaratish uchun botlarni boshqarish tugmasini bosamiz. Bu yerda yangi bot ochish. Bunisi esa to'lov qilish bossalang, bu yerda hosting uchun to'lov qilasizlar. Bir oyga hozircha 6000 so'm bo'lib turibdi. Agar nimadir bo'lib, agar bir oyda pul to'lamaslar, agar bot o'chib ketadigan bo'lsa, menga anaqaga bitta qaranglar. Bitta murojaat tugmasi bor. Shu yerga mana misol uchun botim o'chib ketdi desalaring. Mana bu adminga yuboriladi. Admin ko'rib chiqib keyin sizga aloqaga chiqadi yoki javob beradi. Xullas, birinchi bot yaratish uchun mana yangi bot ochish tugmasini bosamiz. Mana bu yerda barcha botlar tugmasini bosamiz. Va bu yerda shuncha hozircha bot bor. Yaqin kunlarda SMM botni ham qo'shamiz. Shu yo'l ichiga hozircha bugungi videomizda Open budjet bot yaratib ko'ramiz. Hozir lekin bu avtobot emas. Avtobot hozirda taxminan $800 ming. Bu 100 ming so'm, mana hosting 6 ming so'm. Bir oyga adashmasam tekin. Mana ma'lumoti shu botga o'xshaydi deyilgan. Yaratish tugmasini bosamiz. Xo'p, bot foydalanuvchisi va botingiz tokenini yuboring. Agar hisobingizda yetarli mablag' bo'lmasa, bu yerda bunaqa bo'lim chiqmaydi sizlarda. Endi bu yerdan token olish uchun bot fazer deb yozamiz. Bot fazer orqali bot yaratib olishimiz kerak. Mana new bot tugmasini bosamiz. Bu yerga nomini kirit deyapti. Open budget kiritamiz. Endi bu yerga bot username yozyapti. Open bir balo demasak, bu ko'p bo'lishi mumkin. Endi bu yerda mana token. Mana bu tokenda bu botga kiritamiz. Mana bot foydalanuvchi botingiz tokenini yuboring deyapti. Kiritdik. Endi hozir bot javob berish. Endi aytayaptiki, bot foydalanuvchisining Telegram ID raqamini yuboring deyapti. Mana shuni yuboramiz. Mana agar mana metdan qilamiz. Mana my ID desek bitta chiqadi. Xullas, shu yerlardan topsak bo'ladi. O'zlaringiz bilish uchun. Mana kiritorik. Hop. So'rovingiz qabul qilindi deb keldi. Endi bot yaratilgandan keyin qaytib kelaman. Mana xabar ham keldi. Mana taxminan 4 daqiqa. Balki cho'zilib ketishi mumkin. Mana botingiz yaratildi dedi. Bizning xizmatimizdan foydalanganingiz uchun rahmat. Mana xullas, xabar keldi. Open budjet. Mana haligi botimiz. Hali yaratdik-ku billa. Mana startni bosdik. Hech qanaqa bo'lmadi, to'g'rimi? Yangi bot yaratib ko'rsatdim. Hop,
Mana bu yerda shu ovoz berish, mana boshqaruv hammasi bor. Mana boshqaruv tizimi, yechish tizimi, adminlar, birlamchi sozlanmalar, mana xullas shu. Open budjet bot yaratildi mana. Agar xo'p mana botlarni boshqarishdan mana boshqa botlar ham yaratishlari mumkin. Keyin yana bir narsa, to'lov qilish naqasi bor, bo'limi bor. Bu yerda bu hosting uchun to'lov qilinadimi? Bu sizda hali endi chiqmay turadi. Sizda bot yo'q deb turadi. Mana sizda botingiz chiqdi. Bitta yaratilgan vaqtda chiqadi. Oxirgi to'lov, ya'ni birinchi oy uchun o'z to'lov bo'ladi avtomatik. Mana aytyapti 5-12 da to'lov qildingiz deyapti, yaratilgan vaqtini aytyapti, to'lov tugashi. Mana 1 oydan keyin tugaydi deyapti. Hozirgi holat faol. Hamyonda pul qolmadi, yechib oldi pulni. Hosting 6000 so'm 30 kun uchun. Xullas adashmasam 1 oydan 1 kun oldin eslatish kerak. To'lov qiling hosting uchun deb. Agar eslatmasa, siz 1 oy oldin o'sha 30 kun 29-kuni to'lov qilib qo'yishingiz kerak edi. Bot o'chib ketishi mumkin. Bu yerda murojaat pul ishlash bo'limi bor, keyin taklifnoma, ya'ni o'sha referal bor-ku, o'sha orqali pul ishlashingiz mumkin. Murojaat bor, endi boshida ko'rsatdim. Mana bu yerda mana boshqa yana botlar yaratishingiz mumkin. Kino, hisobunachi bot, maker, shu botdaqa mantiqli savollar bot, yana boshqa. Bugungi videom shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, o'sha boshda aytganimdek bitta like, obuna bosib qo'yishingizni so'rab qolardim. Agar videoga tushunmagan bo'lsangiz yoki bundan boshqa botlar kerak bo'lsa, lichkamga yozing, albatta lichkamni qoldiraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.